أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين ya Rabbal Alemin. Hoş, bugün kelgan dersimiz bo'lsa, hurmatli o'quvchilar, Abul Barakat an-Nasafi rahimahulloh yozgan Madarikut Tanzil ve Haqaiqut Ta'wil namliq Tafsirun Nasafi degan ism bilan mashhur bo'lgan bu kitobning Alloh azza va jallaning kalami Bakara suresinin ayetlerinden Euzu billahi mineşşeytanirracim ve minen nasi men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil ahir ve ma hum bimu'minin. Tercümesi, insanların içinden biz Allah'a iman ettik ve ahiret günüge iman ettik deydiğen insanlar var. Halbuki ular mümin emestir. Halbuki ular kat'i mümin emestir. Bu ayet-i kerimenin tefsiriga kelishdan burun deydigan qisqacha bir 2-3 ig'iz mavzu bor, 2 mazmun. Bu bo'lsa Peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke Mükerreme'de 13 yıl turdi. Medine Münevver'de 10 yıl turdi. Hem de Mekke Mükerreme'de turgan jarayonda Mekke'de fakat 2 firqa kişiler yaşaydı, 2 türlük. Biri kafirler, bular köp sallık. Yani bu olsa Müslümanlar idi. Ular az sallık idi. Hem de Resulullah Mekke'den Medine'ye hicret kılgandan kim olsa bu 2 sınıf, 3 sınıf köpeydi. Yani Peygamber Aleyhisselam biri Ensarla, Muhacirla, yani Müslümanlar. İkincisi olsa onların karşısı Yahudiler. Üçüncüsü olsa şu Medine'liklerden körünüşte Müslüman bo'lgan, ameliyatı olsa üzünün kafirlik qilib qolgan münafıklar idi. Abdullah ibn Ubey ibn Selul başçılığı. Şunu olan yani Medine'deki ahval Mekke'deki ahvalın takımı bir murakkablaşıp gitti. Çünkü kafirlerin Müslümanlara olan zihni aşikara idi. Müslümanlar üzerindeki ihtiyatlarını tayarlıklarını kılıyorlar etti. Ama münafıklar için Müslümanların içinde yaşattı. Müslümanların cemi akbaratlarını, haberlerini, ahvallerini bilip durattı ve kafirlere yetkizip durattı. Şu sebepten münafıkların zihni Müslümanların nispeten kafirlerin zihninin eğriliydi. Şimdi bana bu şu ayette, bugünkü sözleşmek olan ayetimizde 13 ayette Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes bizge münafıklarınki sıfatlarını, ayıplarını bayan kıldı. Allah Teala aldığımda Bakara suresindeki desepki 4 ayetinde Allah Teala'nın Zalikel kitabu la reybe fih hudellil muttakin diyen ayetinden muflihun diyen ayeti geçe 4 ayette muttaki, mümin Müslümanların sıfatlarını, mümin halisların sıfatlarını bayan kıldı. Onun dışında 2 ayette innellezine keferu sevaun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun Hatamallahu ala kulubihim ala sem'ihim ve ala absarihim gışave ve lehum azabun azim diyen kavli. Başka ayette olsa yani dilimi kafir, tilimi kafir, yani okşaş sap kafirlerini, gan kafirlerini bayan kıldı. 3. ayette olsa çoğu dese, 3. ayette olsa 3. şey kılıp 3. kılıp dese şu Medine'deki o barbagan münafıklarını bayan kıldı. Hocam bunu bilip öttük.
Endi yani 13 ayette münafıklık ahvalını beyan kıldı Allah Teala. Endi biz avvalo münafıklık tefsir münafık degan nima? Münafık degan gap asli bu münafık degan nifaqdan chiqqan nifaq. Nifaq deganda ham ba'zi istilohdagi ma'nosini desam, ya'ni münafık nifaq ikki xil bo'ladi. Biri nifaq aqadiy, nifaq i'tiqodiy, yana biri nifaq xuluqiy yoki suvariy desak bo'ladi. Yani biri itiqadiy münafıklık, yani biri ahlaki münafıklık. İtikadi münafıklık degani bo'lsa, yani qalbida kafir, qalbida mu'min emas. Lekin faqat tilida ham iymon etib qo'ygan, dunyoning matolari uchun, dunyoniki hayoti dunyoning foydalarini qo'lga keltirish uchun, musulmonlarga yomonlik qilish va ularning foydalanish uchun faqat yolg'on deb aytgan jasus, xoin, shpion degandek. Bu Uyghur tilida xoin, jasus, shpion deb ifodalanadi. Endi yeni bir desa axloqiy munofiqlik. Axloqiy munofiqlik bo'lsa, masalan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bayon qilgandek, munofiqning alomati 3 tur dedi, yana birisi 4 tur dedi. Ya'ni gap qilsa yolg'on aytadi. Bir kim bilan gap talashib qolsa og'zini buzib tillaydi. Agar buni omonat qo'ylab qolsa xiyonat qiladi. Agar va'da qilsa va'da xiloflik qiladi. Mana 4 xil xislat topilgan odamda munofiqning xislatlari kamil topilgan bo'ladi dedi payg'ambar. Ya'ni demek bu ahlaktaki münafıklık. Hem de bu ikisine hükmü nime? Farkı nime dese? Birinci itikattaki münafıklık olsa bu kafir. İtikattaki münafık kafir. Kafirin içindeki en eşeddi kafir. Bu kıyamet günü devzakının en aslı kavti güçüdür. En katı kazak güçüdür buludu. Lakin bu ahlaki münafıklık dese bunu biz kafirle hüküm kılmayız. Kafir emez. Fakat bunun da münafıklıktaki hisletleri bunun tepilgan buludu. Bazı da mümin Müslümanlarda bunda hisletler tepilip kaladı. Lakin kalbide Müslüman, kalbide kafir emez. Ama ahlakta tepilgan buludu. Bu hem bu yaman hisletten daha toptuş gerek. Ama bunu kafir de hüküm çıkarılıp olmaydı. Hem de üçüncü demek çok mühim mesela münafıklık eğer bu münafıklıkını aşkar yüz biz delillerle kömürgen bolsak bunun kafirde hüküm çıkaramayız. Kafirde hüküm çıkaramayız. Yani öz ağzı bilen kafir dem de hilakınmasa ya ki şimdi içericilik delil ispatlarla bunu biz kömürsek bunu kafirde hüküm çıkaramayız. Yani ahiretteki hükmü kafir. Bu dünyadaki hükmü Müslümanların muamelesi kılınadı. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Abdullah ibn Ubey ibn Salul'un münafıklığını bilet %100 onu öldürmegen idi. Kopurgan idi. Ona bu dünyada yani Müslümanların muamelesi kılınan idi. Lakin ölgenden sonra udul cehennemge. Ahiret hükmü kafir. Çünkü bu neymiş deganda birinci Peygamber Aleyhisselam eğer Abdullah ibn Ubey Salul'un ötügen bolsa nurgulgan adam yani Abdullah ibn Ubey Salul'un münafıklığını bilmeydi. Fakat lam onunki Peygamber Aleyhisselam'a iman etkalıkını Müslüman boğalıkını böyle diyen taşkı kafirler ve taşkı Müslüman böyle deyip tuğallah. Peygamber Aleyhisselam'ın ötüse o da ne deydi? Muhammed yüzüne iman etkan adamını öldürdük yani. Demek biz bu dinde amanlık yok ki yani biz Müslüman bolsak etemez öğrenemez bu ilan bizge mi kip kılış ihtimallıkı beyken de iman eytey de kopka adamın yeni ihtimallıkı var idi. Anladın. Hem dilladikini bilgüççü fakat bir Allah. Allah. Bunu münafıklıkını bir adam kayıplama münafık da hüküm kılışka biz Peygamber Aleyhisselam Allah Teala haber kılırken bizge Allah Teala haber kılmak için falanı münafık da falanı münafık fukunu münafık deyiş bizdeki hukukumuz yok. Bunu Allah'a tapşırırız. Onunki tilidin küfür çıkmayan müddetçe sencelik ispat edilip olmayan müddetçe bunu kafir hükmü çıkarılıp olmaydı. Şunun için bir adamın o tarih karab sen münafık deyiş intihar xatarlik söz. Çünkü biz münafık yani mundaq kılış münafıklık. Mundaq kılık münafıklığının alameti de söyleyişki buludu. Sen münafık da bir adamını şahsi karab durup deyişki bulmaydı. Müslüman da böyle. Hoş bu haktaki kıstırmakçı olan sözüm bu. Ders başlayıp giteyli. Allah Teala dedi ki: "Ve minen nasi men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil ahir." İnsanların içinden biz Allah'a iman ettik ve ahiretke iman ettik deydiğin insanlar var. İftetaha subhanahu ve teala bi zikrillezine ahlasu dinahum lillah ve ta'at fihi kulubuhum elsinetahum. Allah Teala birinci kılıp dinini Allah'a halis kılgan ve
dinni Allah halis kılışta dilleri tillerine muvafık kelgen zatlarını tilge ilişilen bu sürü kelimini başladı. Yani Allah Teala'nın zâlikel kitâbu lâ reybe fîh hudelil muttaqîn diyen kavludun ulaike alâ huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun diyen kavlu geçe. Thumme sennâ bil kâfirîne kulûben ve elsineten. Andikin ikinci kılıp kalpleri ve tilleri kapır boğan kapırlarını til kaldı. Yani ikinci kılıp innellezine keferu sevâun aleyhim diye yandadı ve lehum azabun azim diye geçe. Kalbimi kapır, tilimi kapır boğan karı kapırlarını til kaldı. Thumme sellese bil munafikîne ellezine amenu bi efvâhihim ve lem tu'min kulubuhum ve hum akbathul kefara. Andik üçüncü kılıp İğizleri bilen iman etkan kalpleri iman etmegan kafirlerin til kaldı. Münafıkların til kaldı. Allah Teala'nın ki yani ve minen nâsi men yekulu amennâ billahi ve bil yevmil âhir ve mâ hum bimu'minin diye kavl edin ta ki ya eyyühen nâsu ubudu rabbekumul lezî diye geçe. Diye kavl geçe. 13 ayet hemmesi münafıklar hakkında nazil boğan. Bunu üçüncü kılıp bunu bayan kıldı Allah Teala. Nimiş hamd birinci kılıp müminlerin tilgı için kitaplar müminler insaniyetinin en özlü boğanlık için. Tabii ki bunu birinci kılıp bayan kıldı. Hem de kafirlerin ikinci kıldı. Münafıkların üçüncü kıldı ise hem de münafıkların kafir. Neçede kafir en eski mi münafık en eski mi ise münafık kafirdir mi eski. Nimi cihette müminlerin ziyanet güç cihette münafıklığın zihni kafirdir mi yaman boğanlık için münafıklığın kafirinin kendi de geldi. Ve hum akbathul kefara dedi. Çünkü münafıklar diyen kafirlerin içindeki en nicisi, en naçırı. Nimiş kadse li'ennehum halatu bil kufri istihzaen ve khida'a. Çünkü ula küfür bilen istihza diye Müslümanların meskil kılışını ve khida diye Müslümanlara aldamçılık kılışını iliştirdi. Kafirler bu sınavı kıldı, kafirler Müslümanlara düşmanlıkla mı kıldı? Kafirlik uç kaşkar kılıp uç kaşkar düşmanlaştı. Lakin neler için? Münafıklar için Müslümanların ahmak etti. Bu ahmak etiş olundu. Ve ulanı aldamçılık kılıp ulanı koymuşçuluk, yeligerlik kılış, mekkarlık kılış degende yollarını işletti. Vasıflarını yani demek küfürüsü ağırlaştı. Demek bulanın küfürüsü, bulanın cinayeti kar kapırdı mı yığılıp oldu. Velizâ nezele fîh. Şu sebepten ulanın hakkında innel münafıkîne fidderkil esfele minen nar diyen ayet nazil oldu. Şu sebepten. Hoş emdi. Ve kâle Mücahid. Mücahid rahimahullah mındaqdaydı. Mücahid diyen kimdi sana? Mücahid rahimahullah diyen tabi'illahın çoğu min kibar tabi'in. İbn Abbas radıyallahu anh'unki taliplerin Mücahid'deydi. Ben Kur'an-ı Kerim'ni İbn Abbas'a şu Fatiha'nın ahırıgıca, 5'in ahırıgıca iki kıtın tuluk ötküzgen deydi. Tefsir muşunda derece tefsir pişecek zaten. Yani tefsir sahası da Mücahid ibn Cebir'dise intayın meşhur sahabe. Ve kâle Mücahid rahimahullah dedi ki erbe'u ayatin min evveli sure. Bu surenin evvelinin 4 ayet. Müminlerin üsbeti hakkında. Yani zâlike kitabı lâ reybe fîh'den tatip muflihun gıcı. Ve ayetani fi zikril kafirin. İki ayet kafirlerin zikrinde. Yani kafirlerin tılgılı hakkında yani. İnnellezine keferu sevâun aleyhim diyen tatip ve lahum azâbun azîm diye gıcı. Ve 13 ayet. 13 ayet münafıklar hakkında. Yani ve minen nâs men yekul tatip ta ki ya eyyühen nâs diyen yer geçe. Bu şemmisi münafıklar hakkında nazım olan bu ayetler. Hem de na'a aleyhim fiha. Allah Azze ve Celle bu 13 ayette na'a aleyhim nukrahum ve hubthahum ve seffehahum. Allah Teala bu 13 ayette na'a aleyhim diyenim de şu münafıklarınki münafıklığa nukrahum diye ulanın kabih işlerini, kabihlikini ve hubthahum diye ulanınki naayetini, nicislikini ayıpledi. Na'a diyen hep abahum diyen bu. Ayıpledi diyen bu. Yeni bir manası na'a aleyhim diyen yani aslında na'a diyen hep aslında ulam kavrini etküzdü diyen hep oldu yani ulanın şum kavrini etküzdü diyenmez. Şum kavrini etküzdü. Aşkar kıldı ulanın kimi de yamanlıkını sazayı kıldı, aşkar kıldı diyen manları mubah. Eyüpledi desek mi bunu böyle yani eyüpledi. Ulanın ki bu yaman işlerini nukul diyen hep münker yaman işlerini hubus diyen nicis naçar kılmışlarını eyüpledi ve seffehahum ulanı
Ulaike humus sufaha ala innehum humus sufaha deb ularni nadan dedi. Ular mümin Müslümanların nadan demedi Müslüman bağlarını. Allah Teala belki ular nadan diye ular dedi. Vestechelehum la yeş'urun la ya'lemun deb ularni nadan çıkardı diyeyim, bilimsizlik çıkardı. Vestehze'e bihim. Ularni yani ular mümin Müslümanlarını meskır kılıp Allah Teala belki ular biz meskır kılmayız deb Allah Teala ularni meskır kıldı. Ve tehakkeme bi fi'lihim. Ularni ki bu kılmış etmişlerini tehakkeme diye gap. Allah zanlık kıldı tehakkem. Yani ular faydalanmaydigan bir ticaretini kıldı. Ticareti böyle ziyantat etti ve ahmak da bulan meskır kıldı ziyantat kıldı. Ve seccele bi tuğyanihim ve umhihim fi tuğyanihim ya'mehun deb Allah Teala ularning tajovuzchiligini ve ularniki ozg'unlikda zalolatniki cho'l bayovollarida tingirqab tinab adishib yuradiganligini Allah Teala ro'yxatga oldi degan sajjal ro'yxatga oldi degan gap ya'ni keskin hukm qildi. Bular tajovuzchi ve to'g'ri yo'ldan adishib ketgan tingirqab ozg'unlikda tingirqab yuradigan g'ofillar deb keskin hukm qildi. Ve da'ahum summen bukmen umya bularni haqni anglashdan gaz, haqni so'zlashdan gacha, haqni ko'rishdan qarg'u deb chaqirdi. Ve daraba lahumul amsal shani'a. Bularniki qabih ishlarining misollarini bayon qildi. Alloh taolo bularning qabih ishlarining misollarini bayon qildi. Ve bular qabih misolini bayon qildi demaymiz. Chunki Alloh taoloning misollar, keltirgan misollari hammasi jamil, ayet hikmetli misol. Lekin bularning qabih ishlariga muvafiq keladigan misollarni bayon qildi. Xo'sh, endi va qissatul munafiqina an akhiriha ma'tufatun ala qissati alladina kafaru kama tu'tafu al-jumlatu ala al-jumla. Endi bu yerda Musannif rahimahulloh bizga oyatning umumiy ma'nosini, umumiy jihatdan bir mavzularini bizga bayon qilib qo'ygandan keyin endi umumiy jihatdan bo'lgan grammatika qoidasini bir so'zlaydi. Yani munafiqlarning qissasi ve minen nasi men yaqulamanna degan munafiqning qissasi oxirgichilik beshidagi kofirlarning qissasiga atf qilinuvchidir. Kama tu'taful jumlatu alal jumla. Normalda jumlaga atf qilingandek. Nima qilib normalda jumlaga atf qilingandek deb qo'ydi desa, chunki bu anda atf deganda normalda masalan jumla inshoiya atf qilinadi, jumla xabariya atf qilinadi. Uni keyin son jihati asos atf bilan normalda son jihatda bu o'xshab ketadi masalan. Endi kalani bir savol qilish kerak. Bu ikki oyat kofirlar haqida tushgan. Ikki oyat qanday bo'lib, ikki oyatga 13 tane oyat hammasi qanday atf qilinadi desa, bunda jumlaning uzun kichikligi son sifati ko'zda tutilmaydi bu atfida. Bu atfida g'araz ko'zda tutiladi, g'araz. Ya'ni birinchi Allah innallazina kafaru sawa'un alayhim degan oyatdagi g'araz bo'lsa, kofirlarniki kufrisini kufrida davomlashganligini ayıplash. Kafirlarning kufrisini ayıplash olsa, mao birinchida muttaqilarni damlash edi. İkincide kafirlarni ayıplash oldu tabi. Üçüncüde munafiqlarni ayıplash. Demek bu jihatdan g'araz bir. G'araz bir. Anladın? Yani kafirlarniki bu kufrda ching turib o'lishini so'zlaydi. Birinchida u iymon etmaydi deb, ammo munofiqlarning o'ziki nifaqida ching turadiganligini so'zlab shuni ayıplab mushu jihatda g'araz bir. Şunu buni atf qilindi deyishmas deyishdagi maqsad mush. Endi bizga unkeledin bizga bir morfologiya qoidalarini so'zlaydi, so'zliklarni tadqiqoti. Ve aslu nasin unasun hudifat hamzatuhu takhfifa. Endi ve minen nasi degan nas bunun aslisi, bu nas degan so'zning asli unasundur. Hudifat hamzatuhu takhfifan. Bu unasundaki hamza u takhfifning jihatidan, yani yengillatishning tufaylidan jihatidan hazf qilingan edi, tashlangan edi. Tashlangan degan gap kim o'zgartirilgan emas, yani Alloh taolo shundan nozil qilgan. Biz grammatika qoidasi bo'yicha arablar unas degan so'zni to'liq yengiltish uchun nas deb qo'ydi. Shuni demoqchi bizga biz. Yani Kur'an-ı Kerim'deki balagatlik, yengil nazil kılınganlığını ifade etmekçi. Ve hazfuha kellazimi ma'allami ta'rif. Hem de bu unasniki hamzisini hazf kılış
Lam ta'rif kelgan vaqtda lam ta'rif bilan birga xuddi lozimga o'xshaydi degan gap, xuddi vojibga o'xshaydi degan gap. Lozimga o'xshaydi demakchi o'g'ni, ay la yakadu yuqalu al-unas. Ya'ni al-unas deyilmaydi. Al-unas deyilmagan tas qoladi degan gap. Ko'pincha ahvolda iliflam unasunga iliflam kelib qolgan hamon, lam ta'rif kelib qolgan hamon u nima hamza u degandek hamza hazf qilinadi, nima bo'ldi? An-nas bo'ladi. Bu yerda mu va minan nas deb an-nas bo'lgan. Yolg'iz kelganda, iliflamsiz kelganda ko'pincha hollarda unasun deb keladi. İliflam bilan kelganda ko'pincha hollarda an-nas deb keladi. Ammo vojib emas hamda. İliflam keyish hazf qilish vojib emas. Al-unas deb keladi, al-unas deb keladi, lekin oz keladi. Lekin an-nas deb keladi, ko'p keladi. Demak cho'g'imish. Va yashhadu li aslihi. Hamda bu nasning aslisi unas deganlikka dalil. Nima desa? Dalil u insanun ve anasiyun ve insun. Yani bu nasdaki mufredisi insan. Ve insanın köpük şekli anasi. Ve nas'ın yeni bir mufredisi nima? İns. Yani birlik şekli. İnsanun, insun. Köpük şekli anasi. Demek bu birlik şekli de mu? İnsan, ins deb hamza sabit bo'ldi, hamza bo'ldi, hamza var bo'ldi. Köpük şekli de anasi deb hamza var bo'ldi. Tabii ki nasniki aslisi unas deb ko'plik shaklda unas ekanligini aslisini dalili shu. Endi yana bir masala bu masalada yana bir masala bayon qiladi. Va summu endi nima uchun nas deb atalgan, unas nas deb atalgan, nima uchun inson deb atalgan degan savolga javob deydiki va summu bihi. Endi bu insonlar inson degan ism bilan atılışıge sebep li zuhurihim. Ular aşkar bo'lganlik uchun. Va annahum yu'nasun ay yubsarun. Ular kulilganlik uchun. Endi nimishqa bu yerda musannif demoqchi o'g'ini Alloh taolaning inni Musa alayhisolamning qavli mas'ul tahadigi. Inni anastu naran la'alli. Degan oyatkin anastu naran degan ay absartu, ra'aytu degan ma'no yani. Men bir o'tni ko'rdim. Bu o'tni olib kelay deb borgan chog'da sherdagi anasaning ma'nosi ko'rdi degan gap. İnis degan gap yani bir demoqchi o'g'ini ko'riladigan deydi, mubsar. Yani ko'riladigan narsa degan bo'ladi. Yani inson ko'rilgan narsaga oshkor narsa bo'ladi. Ko'rilgan narsa oshkor bo'ladi. Ko'rilmagan narsa maxfiy bo'ladi. Endi demoqchi o'g'ini bu jinga nisbatan demoqchi bu yerda. Anda desa hayvonlarning ko'rinadi desa bu yerda demoqchi o'g'ini jinga nisbatan. Yani jinlar maxfiy bo'lib ko'zga ko'rinmaganlik uchun jin maxfiy deb ataldi. Jin degan nima? Maxfiy degan gap. Endi insonlar uchun ko'zga ko'ringanlik uchun yani ins degan anasi ko'riladigan degan so'zdan chiqqan. Chiqqanlik uchun inson deb ataldi deydi musannif. Yani bu inson degan gap bilan zuhur ularning oshkora bo'lganlik uchun va annahum yu'nasun ularning ko'riladiganlik uchun yu'nasu nima? Ins deb ataldi. Demak cho'g'inamda ba'zi musanniflar ins degan inson nemishqun inson deb atagan desa mena unsi. İnsan bilan unsidan chiqqan, ya'ni unsi ulpat oladigan, ya'ni inson bilan unsi ulpat oladi. İnson bilan unsi ulpat olib, chiqishib, mungdishib, suhbatlashib, ko'ngli ichadiganlik uchun uns deb shu unsdan chiqqan deganlar ham bo'lgan uchun musannif demoqchi bo'lgan, ya'ni undan chiqmagan. Balki bu ko'riladigan, o'zi oshkor bo'lgan va ko'riladigan narsa degan chiqqan deganlar ham bor, vallohu alam. Kema summiyal jinnu lijtinanihim. Jin deb ataldi nimishqa? Jinniki maxfiy bo'lganlik uchun. Jin ko'zlarini yo'galgan, ko'zlarini maxfiy bo'lganlik uchun jin deb ataldi. Xuddi shuningdek. Endi yana bir masala. Va vaznu nasin fu'alun. Nasning vazni yani asli qilipi. Asli til qoidadagi morfologiya qoidasidagi qilipi vazni mizoni desam bo'ladi. O'lchimi, nasning o'lchimi fu'alun. Nasunning o'lchimi fu'alun. Fa'lun emas, alun emas. Nimishqi fu'alun bo'ldi desanglar? Lianna zinata alal usul. Chunki o'lchamlar yani vazn arab tilidagi vaznlar, morfologiya, vazn qoidalari alal usul degan gap yani asliga qaytariladi. Agar biz mana ismning vazni nima deb savol so'ralsa, u vaznni asli qilib, asli qoidani tilga olamiz. Fual deb. Chunki nas deganniki aslisi unas bo'lganligi uchun unasga selishtirib turib qilib chiqaramiz. Ya'ni
Unaske fual veznilen. Unasun fualun veznilen. Aslisi unas degenini bildiriş için. Mesela onu misal katıp dağıttık. Fe inneke tekul sen qih diyen nefsi mesela. Qih diyen aslı qih. Yani ki hay vakit atıldı. Toktağanda işletilgan ha başka manası yok. Yani qih aslı. Qih diyen emrindeki vezni dersen ne deysen if'il deysen. Ve leyse ma'ake illa'l ayn. Sen bilen fakat ayn lan bardaydı. Yani as qi degan fi'l vaqa yaqi. Taqi degan fi'l mudari muhattab ma'lumdan ilingan emr. İki emirle alımız. Birinci emelde taqi'nin ya harfi ile sakin onu azf qilamiz, tashlaymiz. Taqi qaldı. İkinci emelde kelimenin evveli qaraymiz, kelimenin evveli ta harf muzariyat. Ve harf muzariyatni ap tashlaymiz, qi qaldı. Desek saqlig'in degan bo'ladi ma'nosi. Muşu yerdeki qiyinin aslisi nima desa, nima qiyinin sig'isi nima? Qiyinin sig'isi emas. Qiyinin vazni nima deb savol kelsa, ma vaznu qi desa if'il deymiz. Ya'ni yoki i deb qo'ymaymiz. Bu biz ayn lamba ya'ni fa'aladagi if'ilni bak ayn lamba berib qi deganda, faqat biz i deb qo'ymaymiz vazni. Vazni nima deymiz? If'il deymiz. Bunda qoida. Xo'sh, endi yana bir masala. Ve huve min esma'il cem'i. Endi nas degan so'z ismil cem'dan qatoridir. İsmil cem deganni bilish kerak. İsmil cem degan qanday narsa? İsmil cem degan ismil cem degan lafzi mufrat bo'lgan. Lekin nimishqa mufrat deydi? Chunki yine ko'plikka aylanadi. O'zi yana o'zi ko'p, ma'nosi ko'plik bo'lgan. Lafzi mufrat bo'lgan, ma'nosi ko'plik bo'lgan. Lafzi mufrat bo'lganligi uchun yine bir kıtım köpük ayrılış mümkün cem'de. Lakin manası köplük. Manası mufrat emas. Lafzı mufrat olmadan manası köplük. Hem de mal bir tarife yeni bir bolsa yeni bir şu nasıl ismi cem'i kanda şu andırırsa yani onunki mufradisi yok. La mufrada lahu min lafzihi. Üzünün lafzidin mufradisi yok. Boğan isimler ismil cem. Üzü köplük dalalat kıldıgan. Lakin üzünün lafzidin mufrada birlik şekli bulmagan isimler ismil cem'de diyorlar ba. Lakin bu kaide kamil bir kaide olmaya kaladı. Çünkü insanniki, nasniki birlik şekli insan. Bunun için en doğru tarif kanda tarif edilse ismil cem degen kanda cem edilse üze lafzi mufrat bo'lgan, ma'nosi ko'plik bo'lgan. Lekin bu nima? Buni lafzi mufrat demasak bo'ladi. Ya'ni bu üze cem'. Üze cem'. Ma'nosi ko'plik tabii ki. Lekin bu cemi nimada cemi siğalarının ölçümü bo'yicha kelmagan. Cemi siğaları bo'yicha. Cemi degan ya cemi salomat bo'ladi. Cemi muannas salim, cemi muzakkar salim dek muslimuna, muslimat degandek yoki cemi taksir bo'ladi, cemi mukassar. Masalan, rijalun, dalvun degandek, rijalun degandek masalan, rijal. Menim hamda shundaq ayaptidiki, yoki cemi qillat yoki cemi taksir, yoki cemi salomat degan cemilarning ölçümü siğisi dikenmey başka bir siği diken ceme ismul ceme deb atıldı. Dep düşündüse tutacak hemmisi uçuyor. Demek bununki mufradisi uzun lafzidin mufradisi bo'lmaydi degan shartni qo'ymasak bo'ladi chaqda. Bu eng nochi ta'rif. Endi masalan nisaun desak ismul ceme. Bununki lafzidin bo'lgan mufradi yo'q. Bunun lafzidin bo'lgan mufradi imraatun masalan. Mar'atun, imra'atun. Khaylun desek ismul cem' mesela. Bununki uzun lafzidin bo'lgan mufradisi yo'q. Bununki lafzidin bo'lgan, lekin ma'nosi bo'lgan ma'naviy mufradi bor. Ma'nosi bu faras, hison, faras desek bo'ladi. Lekin endi bu biz nimishqa mufrad deymiz desak bu ismni. Ismul cem'ni. Chunki bu yeni bir qatim cem' qilindi ba'zida. Khaylun, khuyulun mesela. Rahtun, qavmun, aqwamun. Kavmun akvamın. Bu şicaatını qarsak demek bunun lafzi mufrat, ma'nosi cem' desek bo'laverdi. Xo'sh, endi ismul cem' deganni tushunib o'tdinglar. Nas degan bu ismul cem'. Nas, unasun, anasi deb cem' bo'ladi masalan. Nasun ismul min asma'il cem' degan asma'il cem'dan qatoridan. Xo'sh, endi valamut ta'rif fihi lil jinsi. Endi mayadagi an-nasdagi alif lam at-ta'rif cins uchundir. Cho'ng endi bu alif lamni
yig'inchoqlab aytsak cho'ng jihatdan 3 xil bo'ladi. Biri elif lam jinsi, yana biri elif lam istig'loq, yana biri elif lam ahdi. Elif lam jins bo'lganda, hamda elif lam ahd bo'lganda boshda bir qatim so'zlangan ma'lum bir narsani ko'zda tutiladi. Elif lam istig'loqi bo'lganda hamma narsani, kullun degan so'zni o'rniga qo'yib qo'ysak bo'ladi holatda. Hamma narsani o'z ichiga oladi. Bir narsani emas, hammasini o'z ichiga oladi. Elif lam jins bo'lganda desa, hamma narsa degan ma'no yo'q bu yerda. Shu jinsni. Agar bu jins hamma narsa bo'lsa, hammani o'z ichiga oladi. Agar bu jins faqat bir dona narsa bo'lsa, bir dona narsa o'z ichiga oladi. Buningda bir ikki san yo'q. Jinsda san yo'q, faqat ham jins. Shu tür bir dona bo'lsa ham hisob, bir muncha bo'lsa ham hisob. Masalan, kun desak, ash-shams desak, shamsdagi elif lam jins deb bo'ladi. Kun jinsi, ya'ni bir dona kunni o'z ichiga oladi. Bir muncha kun bo'lmasa bo'ladi. Lekin istig'roq bo'lish uchun chuqur bu jami' bo'lish kerak, ko'p bo'lish kerak. Farqi shu istig'roq bilan jinsdan. Hamda va man mavsufatun hamda va minan nasi may yaqulu degandiki man mavsuf. Man degan qarindoshlar ba'zida ism mavsul bo'ladi. Ism mavsul bo'lganda buni cho'qim bir buni qaytadigan bir damir bo'lish kerak, oid bo'lish kerak. Lekin mavsuf bo'lganda qaytadigan oid bo'lmasin bo'ladi. Uni keyin ma'nodan farqlanadi ma'noda. Agar va minan nasi may yaqulu amanna billahi biz ism mavsul alsak insonlarning ichidan biz Allohga iymon etdik va oxiratga iymon etdik deydiganlari bor desak bo'ldi ma'no tugadi. Ammo nima desakchi mavsuf desakchi bu nakira mavsuf degan bo'ladi. Chaqda nakira mavsuf. Bu chaqda va minan nasi may yaqulu amanna degan ma'nosi insonlarning ichidan biz Allohga iymon etdik va oxiratga iymon etdik deydigan kishilar, insonlar bor deb bu yerdagi man bu chaqda mavsuf bo'ladi. Ya'ni nas degan ma'noda bo'ladi. 5dagi so'zni takror holatda minan nasi nasun yaqulu da bu chaqda yaquluning sifati bo'ladi. Nas degan ma'noda mavsuf bo'ladi. Va man mavsufatun va yaqulu sifatun laha degan ya'ni man mavsufdir. Yaqulu va minan nasi man yaqulu deganda yaqulu shu manniki sifatidir. Kannahu qil xuddi deyilgandek bo'ldiki va minan nasi nasun yaquluna kada insonlarning ichidan bundoq deydigan insonlar bor deyilgandek bo'ldi deydi. Xo'sh. Endi yana bir masala va innama khassul imana billahi va bil yawmil akhir. Endi bu munofiqlar nima dedi? Biz Allohga iymon etdik va oxirat kuniga iymon etdik deb Allohga iymon etishni va oxirat kuniga iymon etishni 6 iymon, asl iymon bo'lgan 6 iymonning ichidan asl iymon degan qancha amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi va yawmil akhir val qadari khayrihi va sharrihi min Alloh taala. Bu 6 iymon, asl iymon. Bu shu 6 iymonniki ichidan 2 iymonni tanladi. Ya'ni Allohga iymon etish va oxiratga iymon etish. Nima qilamiz to'liq keltirmaydi. Nima bu ikkisini tanlaydi deb desa, chunki deb so'z depamoqchi. Chunki bunda sabablar uchun bu ikkisini tanladi depamoqchi. Lekin Musannif rahimahulloh bizga shu javobni berishdan burun yawmul akhir degan so'zni oxirat kuni, oxirgi kun, oxirat kuni degan kun nima deb oxirgi kun deb atilib qolgan degan to'g'ri jumla qistirma jumla shaklida sizlarga tafsir qilib beradi, izohlab beradi. Oxirat kuni degan gapni undan keyin asos maqsadga keladi. Va huval vaqtul lati la hadda lahu. Ya'ni yawmul akhir degan ya'ni chegirasi bo'lmagan bir kun. Hududi bo'lmagan, buniki bir cheki bo'lmagan bir kundir. Cheki bo'lmagan bir vaqtdir. Endi yawm degan narsa shariatda yawm degan kun chiqma lug'atda kun chiqqan tatib kun o'tiruvchi vaqt yawm deb ataladi, kunduz deb masalan. Shariatda bomdatni tatib kun o'tiruvchilik vaqt yawm ataladi. Bir kun ataladi. Endi miyadagi demak bo'lgan kun, oxirgi kun degan uchun kun chiqib kun o'tiruvchi bo'lgan kun emas hisob qilinmaydi. Bu yerda ya'ni cheki bo'lmagan bir vaqt. Mutlaq vaqt, cheksiz. Va huwa endi bu vaqtul ladzi la hadda lahu deganimiz taxmin tafsirlab izohlab deydiki va huval abadud daimul ladzi la yanqata. Ya'ni abadiy, doimiy bo'lgan uzilib qolmaydigan vaqt demakchi o'g'limiz. Ya'ni shu Isrofil alayhisalom suvni tatib bilan tilib qolganini tatib uning oxiridagi cheki yo'q. Cheki yo'q bo'lgan bir kun bo'lganlik uchun ya'ni bu cheki yo'q kun bo'lganlik uchun cheki bor kunniki eng oxir, cheki bor kunning oxirida keladigan, cheki bor kunning oxirida keladigan kun bo'lganlik uchun oxirgi kun deb ataldi deydi. Va innama summiya bil akhiri li ta'akhkhurihi anil awqatil munqadiya. Ya'ni
çeki bar tugap kaldıgan vaqtlardan keyin kelganligi uchun ahir deb atadi. Yani keyingi kun. Ahirgi kun degani yani eng ahirgi kun degan bo'lmaydi, balki yani cheklik kunlarning, cheklik vaqtlarning ahiri kelgan cheksiz vaqt deb ma'nosi bunda demakchi. Yoki bu yerdagi yevmul ahirdan murod al vaqtul ma'hudu, yani bir rivoyatda, yani bir rivoyatda al vaqtul mahdudu, yani cheklik vaqt. Yani minen nushur, o'lgandan tirilgandan boshlab ila ayyadkhula ahlul jannatil janna va ahlun narin nar. Cennet ehli cennetga kirganga, do'zax ehli do'zaxga kirganga qadar bo'lgan cheklik vaqt. Yani mahshar maydoni 50,000 sene bo'ladi. 50,000 yillikda işte qiyomatda masalan. Endi mushu cennet kelib bo'lgandan keyin cheksiz vaqt. Cennet ehli cennet kelib bo'lgandan keyin abad xolidna fiha qatu. Do'zax ehli do'zaxga kelib bo'lgandan keyin kofirlar hammasi kafir munofiqlar menga abad qoladi. Asi mu'minlar gunohiga tushib kelib undan keyin chiqadi. Endi mushu vaqt cennet kelib bo'lgan, do'zax kelib bo'lgan vaqt nima? Vaqt cheksiz vaqt. Endi qayta tirilib, shu cennet do'zax kelib bo'lgan vaqt bo'lsa, u cheklik vaqt. Yani uzun vaqtliga cheki bor. Ammo cennet kelib bo'lgandan keyin do'zax kelib bo'lgandan keyin abadiy, uning cheki yo'q. Deb ikkinchi xil ko'z qarashdan o'tirib qo'yadi yoki oxirgi kunda endi yoki shu o'lganlik bir yoki o'lgandan keyin ham taki abad hisoblanadi. Shu murod yoki o'lgandan keyin tirilib jannatga yoki do'zaxga ketib bo'lgan oylik, mushu oylik ko'zda tutilgan. Mushkilni bilsa deb atadimda, oxirgi kun deganda. Endi xo'sh, li'annahum degan endi başdaki nima keldi mana hozir? Munofiqlar nimishqa Allohga iymon etdik, oxiratga iymon etdik deb boshqa iymonni nimishqa iymonni alayda tilga oldi deganni endi illatini, sababini bayon qilyapti. Li'annahum, chunki ular awhamu fi hadal maqali annahum ahatu bi janibayil imani awwalahu va akhirahu. Yani ular bu sözüde Allohga iymon etdik, oxiratga iymon etdik degan sözde iymonning avvali va oxiri bo'lgan ikki tarafini hammani qorshab olganligini, iymonning avvaliga va oxiriga ikki tarafini qorshab oldi deganlik, yani hammasiga iymon etganligi. Iymonning avvali Allohga iymon etish, oxirat kuniga iymon etish. O'sha oxirat kuniga iymon etishdan avvali Allohga iymon etishdagi iymon qadam degan o'ttirib bir iymon etgan bo'ldi yani. Payg'ambarlarga, firishtalarga, kitoblarga, qazo va qadarga hammaga iymon etdik degan bo'ldi. Tabiiyki Allohga va oxiratga iymon qadam degan demakchi. Yani bular mushuni ifodalamoqchi da'vatudi. Uni keyin musannif bizga o'ziniki gapiniki nima uchun bu iymonning avvali oxiri bo'ladi? Allohga iymon etish, oxiratga iymon etish degan gap desa, buni tushuntiryapti. Va hada bu deganimiz لأن حاصل المسائل الاعتقادية يرجع إلى مسائل المبدأ وإلى مسائل الميعاد. Çünkü itikad meselelerinin hulasısı başlanış meseleleri ve ahiriliş, kayıt yaratılış meselelerine kayıtıdır. Hulasa bekegende, yanıcıkla bekegende akidenin 5'i başlanış noktasına, ahirisi bu kayıt yaratılış noktasına merkezleşken. Hağın hem üstüne oturdu ki şunu kıyıp tebab olarak bitirdi. Hem de mesail mebda diyen mi? Başlanış meseleleri diyen bu basa ilmu bis sani'. Dese Müslüman bulasın nereden başlaydı? İslam'ın nereden başlaydı? Yaratılışını tunuştun. Yani ilmu bis sani', yaratılışını biliş ve sıfatihi ve esma', yaratılışının sıfatlarını, isimlerini bilişilen bir adamın İslami dini başlanır. Ve mesail ma'ad diyen bu imanın ahirisinde tutaydı. Bu insanın bu alemini demek bundan başlaydı. Bu alem mundak hatta alem. Mundak külleri, kuyaşları, yazları, kışları, et yazları, küzleri, denizleri, kurulukları, deldelakları, bayavalları, her kıl pesiller, ısık suakları, bulan şamanları, rahat bu şundak bir katlı nizam. Bu alemdeki bundan nizamı her kısmı bekar bulup kalmağa. Bu adetki bir küçük bir su içimliki desek, su içimlikinin kuta, şu botulka. Bir tane botulka mı 3x botulka bulup kalmaydı. Çünkü bunu bir şirket yasap çıkan. Anda bu koyadı munda çok kainat 3x bulup kalamdı ya. Çünkü bunu bir yaratıcı, bir yasıgıcı, bir keşif kılıcı, bir icat kılıcı, etkücü var. Diyen yerden başlayıp, çünkü Allah Teala iman etti bu.
Şöyle başlap, onu keyneden bu yaratquchi, bu insonlarni iborat eng taraqqiy qilgan, eng ilg'or bu hayvonot, bu jonliqni bekordan bekor yaratganmi? Nasıl ya bekordan bekor yaratmagan? Yani bularni bu dunyoda yashab, bular imtihon uchun yaratgan, yaxshilik qilganlarni jannatga, yomonlik qilganlarni do'zaxga solish uchun yaratgan. Degan iymon etish bilan iymon tamomlashgan bo'ladi. Shundan bu ikkisini o'ttirdichu amal qilish, amal ibodat qilish, demak Alloh taoloni tunish uchun Alloh taolo avatgan payg'ambarlarga, bu payg'ambarlarning dalillari bo'lgan kitoblarga iymon etish degandek qazo va qadar shu insonni bashirga ishlanamiz, shu yaratquchi yaratgan, yozgan taqdirlar bo'lganligi degandek iymonlarni etishimiz shu ikkisini o'tirishga kirib ketadi. Hamda va masail ma'ad masalalarga bino qilingan e'tiqod masalalari. Va hiya al-ilmu. Ma'ad masalasi degan, ya'ni qayta yaralish masalasi degan, ya'ni bo'lsa ilmu bin nush o'lgandan keyin tirilishni bilish. Va ba'si min al-qubur, qabrlardan qo'zg'alish va sirat ko'rlikni bilish. Sirat ko'rlikda va in minkum illa validuha degan oyatda masalan bu sirat ko'rliki jahannam ustiga tortilgan 1000 yil tik 1000 yil tuz 1000 yil past tushib o'tadigan shundoq 3000 yillik bir qilishdan inchga qilishdan ittik bo'lgan bunda bir fursat ko'rlik va buni kamil mo'min musulmonlar ba'zi ko'z yumib ochqicha chaqmoq tezligida tiz chiqqan shamoldek, tiz chopqir otdek ba'zilar yugurib, ba'zilar minib, ba'zilar o'milib o'tib ketadi Allohning fazli. Ammo kofir munofiq o'tolmaydi. Mushu siratning borligiga ishonish, tarozi mizonning borligiga ishonish va oxiratning ahvolini qag'noma amal daftarlari, butun oxiratning ahvollari hammaga Qur'on hadisda bayon qilingan iymon etish masalalari. Men iymonniki 5 Allohga iymon etish, oxirisi va oxiratga iymon etish bilan bo'lganlik uchun shu ikkiga iymon etgan odam hammasiga iymon etgan bo'ladiganligini bizga bildirmoqchi. Nimalar? Munofiqlar ikki qizga deyish bilan. Demakchi, musannif bizga shuni bildirib o'tadi. Xo'sh, endi yeni bir masala bayon qildi. Va fi takliril ba'i isharatun ila annahum idda'u kull wahid min al-imanayn ala sifati as-sihhati wal istihkam. Endi va min an-nas man yaqulu amanna billahi va bil yawmil akhir deb billahi va bil yawmil akhir deb ba harfini ikki qatim takror qildi. Asli bir qatim takror qilsa bo'ladi. Min an-nas man yaqulu amanna billahi val yawmil akhir deb ba'ni ikki qatim takror qilsa bo'ladi. Bu ikki qatim takror qilganlikning sababi nima desa, bu shuni ishoratdirki, ular mush ikki iymon, Allohga iymon etish va oxiratga iymon etish degan ikki iymonni har birini ala sifat sihha degan intayin to'g'ri va intayin mustahkam shaklda e'tiqodligini da'vo qilmoqchi. Ya'ni biz Allohga komil mustahkam iymon etdik va biz oxiratga komil mustahkam iymon etdik degan ma'noni bildirmoqchi. Ba'ni ikki qatim takror qilish. Shu Qur'on tarjima qilganlar bundaylik ichga tarjima qiladiganlar, Qur'onni tarjima qiladiganlar mushundaq yerlarga inchikilab qarab chiqish kerak. Ha bir qanday qo'yib biz Allohga iymon et, biz Allohga va oxirat kuniga iymon etdik deb qo'ysa bo'lmaydi. Anladın? Bunda yani biz Allah'a iman ettik ve ahiret gününe iman ettik deb ikki qatim takror qilish kerak. Bu shaytki bir bayan Alloh taolo ikki qatim takror qilganligini biz tarjimada uni ifodalashimiz kerak. Undan keyin to'g'ri tarjima bo'ladi. Endi ve innema tabaqa qawluhu ve ma hum bimu'minin qawluhum amanna billahi ve bil yawmil akhir. Endi men ba'zi yerlarni jumla qisqa jumlalarni o'qimay o'tib ketaman. Keyin o'qib berman demishqa sizlarga yaxshi tushunsin deb. Musannif Alloh taolo o'ziniki va ma hum bimu'minin degan qavlini munofiqlarniki amanna billahi ve bil yawmil akhir degan qavliga udul keltirdi. Selishtirib keltirdi. Endi bizim mutabaqada bir gap. Mesela mutabaqa degan gap jumla ismiya, jumla fi'liya kelsa mutabaqa kelgan bo'ladi. Lekin ba'zida jumla ismiyaga jumla fi'liyani udul akildi g'ashba. Ma'lum sabablar tufayli. Endi bu sababni bizga deb berib va ma hum bimu'minin. Ular mu'min emasdir, ular qat'iy mu'min emasdir degan bu qavlni Alloh taolo bu qavlni nima haqida deydi? Va huwa fi zikri sha'nil fa'ili lal fi'l. Yani fa'ilning holini zikr qilishda edi. Fi'lning holini emas. Bu yerdagi
ular iymon aytadi, aytmaydi demoqchi emas bu yerda. Faqat bularniki holati. Mu'minmi, emasmi degan holatini bayon qilish. Ki bo'lgan va mahum mu'min degan so'zni navudlab ekaldi. Amanna billahi va bil yawmil akhir degan so'zga udlab ekaldi. Ya'ni ular biz Allohga iymon etdik, oxiratga iymon etdik deydi degan qavliga. Bu yerdagi Allohga iymon etdik, oxiratga iymon etdik degan so'z bo'lsa, va fi zikri sha'nil fi'li lal fa'il. Yani fi'lning holi bayon qilishda edi. Nima demak, fa'ilning holi emas. Bu yerdagi Allohga iymon etdik, oxiratga iymon etdik degan bular biz iymon etdik degan bir ish harakatini bayon qilmoqchi edi buningda. Bu harakatga bo'lgan bir bayonga harakatni qilguvchi harakatni qilgan odamning sifati bo'lgan bayonni keltirdi Alloh taolo. Nimishqa bunday qiladi? Yani asli jumla ismiya kelsa yaxshi bo'lmamdi. Nima uchun bunday qildi desa, bu yerdagi li'annal murada inkaru madda'uhu va nafyuhu ala ablaghi wajhin wa akadihi. Çünkü bu yerdagi murad ularning qilgan davosini inkor qilish va ularning qilgan davosini eng balog'atlik, eng ta'kidlik yo'l bilan nafiy qilish, yo'qqa chiqarish. Bu yerdagi murad muddaa maqsad. Ya'ni demakchi bo'lgani, ular biz iymon etdik deydi, ular mu'min emas, ya'ni ular iymon etadigan odamlar emas. Demakchi bo'lgani, bular mu'min emas. Nima ish qilib yadimlar desa o'ylab qo'ying, hech kim masala bor. Ular og'zida iymon etdi. Agar Alloh taolo bunday desam deyaladi yani. Yaquluna amanna va minan nas man yaqul amanna billahi val yawmil akhir va lahum yu'minun desam deyaladi. Nima ish qilib yu'minun dedi desa, ular iymon etdi chunki. Ağzıda tilde iman etti ular. Lekin ular tilde iman etgan bilan ular mu'min emas. Tilde iman etgan bilan mu'min bo'lmaydi degan ma'noda bizga bermoqchi. Birga. Ağzıda agar qalbida bo'lmasa ularning tilde degani hisobga ilinmaydi degani, ya'ni shuni bildirmoqchi bizga hamda. Undan keyin texma ularning davosini ya bu yerdagi jumla ismiya bilan jumla fe'liyaning farqi, jumla fe'liya degan tajaddud, bir yangilanishni ifodalaydi. Jumla ismiya degan subut va davomli. Davomliq bir xil shaklda turaqliqni ifodalaydi. Yani ular mu'min emas. Ular yana hech qachon bir mu'min bo'lib boqqani yo'q. Munofiqlar bir qatim mu'min bo'lib bir qatim kofir bo'lgani yo'q. Ular aslida kofir shu holatda. Iymon etmadi bular. Va mahum bi mu'minin deb ya'ni turaqliq bir holatni ko'rsatadi. Bu bizga texmi ularning yolg'onchiligini texmi ifodalab beradi. Endi bu yerdagi murad, ya'ni ularniki da'vo qilgan narsani inkor qilish, eng balog'atli yo'l bilan, ta'kidli yo'l bilan inkor qilish deganimiz vahiya yoki va huwa ikhraju zawatihim min an takuna ta'ifatan min al-mu'minin. Ularning zotlarini mu'minlar toifasidan bo'lishdan chiqarib o'tishdir. Shuning uchun biz tarjima qildikmi? İnsanlardan biz Allohga iymon etdik, oxirat kuniga iymon etdik deydigan insonlar bor va mahum mu'min, ular qat'iy mu'min emas deb tarjima qilamiz. Yani ular iymon etgan emas deb tarjima qilmaymiz. Nimishqa? Chunki ular iymon etdi. Ular iymon etdi, lekin ular iymon etgan bilan mu'min bo'lmadi. Anladın? Bunda shu ma'noda to'g'ri ma'no aytsak, intayin maşallah tabarakallah to'g'ri ang'imi to'g'ri ma'no chiqara olamiz. Endi bu yerdagi musho Alloh taolaniki va mu'min degan qavliga yana Alloh taolaning yana bir qavli o'xshaydi. Yuriduna an yakhruju minan nar va ma hum bi kharijin minha degan oyatimizda. Ular do'zaxdan chiqib ketmoqchi bo'ladi. Va ma hum degan halbuki ular u do'zaxdan bi kharijin minha degan bu do'zaxdan chiqadigan insonlar emas. Do'zaxdan chiqadigan inson emas ular. Degani aytsa bu yerda fa huwa ablagu min qawlika. Bunda deganing sening va ma yakhrujuna minha degan qavlingdan mubalag'atliroq. Ya'ni masalan, ular do'zaxdan chiqib ketmoqchi bo'ladi, ular do'zaxdan chiqmaydi degan so'zdan ular u do'zaxdan chiqadiganlar emas desa, u chaqda texmi mubalag'atlik bo'ladi. Chunki biz deb so'zlab o'tgandek, jumla fe'liya degan yengillanib turishni ifodalaydi. Jumla ismiya desa bir xil turaqli holatni. Ularning turaqli holati do'zaxdan chiqmaslik. Chunki ularga do'zaxdan chiqmaslik abadiy hukm qilib o'tilgan. Ular haqiqatan chiqay deb niyat qilsa-mu, tirishsa-mu bir baqa mumkin emas chiqishi degan bir ma'no ifodalab beradi. Xo'sh, endi yana bir mazmun hamda. Va atlaqal iymana fi thani ba'da taqidihi fil awwal. Endi Alloh taolo birinchi atlaqal iymana fi thani ba'da taqidihi fil awwal.
Birincisi de oyatning birinchi bo'lagida iymonni qayta keltirib bo'lgandan keyin ikkinchi bo'lakda mutlaq keltirdi. Ya'ni masalan birinchisini muqayyat keltirgandan keyin ikkinchisini mutlaq keltirdi degani. Birincisini deb keltirdi Alloh taolo. Ve minen nasi men yaqulu amanna billahi ve bil yevmil ahir deb imanni amanna degan imanni Allohga iymon etish, oxiratga iymon etish deb qayta bog'lab keltirdi, qayta qilib. İkincisi ve ma hum bi mu'minin deb ikinci bo'lakda ular mu'min emas deb, ya'ni ve ma hum bi mu'minina billahi ve bil yevmil ahir deb qayta keltirmay mutlaq holat qaytsiz keltirdi. Yani yoki ve ma hum bi mu'minina bihima demedi. Yoki billahi ve bil yevmil ahir deb keltirmedi. Tekrar keltirmedi. Nemişqa desa musannif davet etti ki li'ennehu çünkü yahtemilu en yurada teqyidu ve yutraka lidalaletil mezkur aleyh. Çünkü bir yerde iki xil ihtimal var deymiz. İki xil ihtimal var. Birinci ihtimal bir yerde qayd qilish iroda qilingan. Qayd qilish iroda qilingan. Yani ve ma hum bi mu'minina billahi ve bil yevmil ahir degan söz iroda qilingan. Lekin ve yutrak degan tark qilingan demiş qalsa lidalalatil mezkur aleyh. Şu mezkurning o'zi ve ma hum bi mu'minin degan mezkur sözning o'zi nimaga billahi ve bil yevmil ahir deganga dalalat qilganligi uchun. Bu xuddi balog'at qoidasiga, nahv qoidasidagi mesela bir adamdan men jaa deb so'z bir adam. Men jaa kim keldi deb so'rasa, adam Zeydun deb javob qo'ysa, Zeydun deb javob qo'ysa, nima joiz. Yetadi javob. Kim keldi desa Zeyd deb qo'ysa, gap tugadi. Zeyd keldi deb jaa Zeydun deb jaani takrar keltirmasimi bo'ladi. Nimishqa Zeydun degan so'zning uchun shu mazkur Zeyd nimaga dalolat qiladi? Matruk bo'lgan tark qilingan jaaga dalolat qiladi. Bu hazb zikr qilmaslik qoidalarining ichida, hazb qilish qoidalarining ichida ba'zi chaqda ya'ni li dalalatil mazkuri alayha degan bir qoida. Ya'ni mazkur shu mahduf bo'lgan yoki matruk bo'lgan, zikr qilinmagan adamul zikr g'ayri mazkur bo'lgan, mazkur g'ayri mazkur bo'lgan so'zga dalolat qilsa nima hazb qilish joiz. Xuddi shu babdan deydi bu yerda. Ya'ni asli ba, ya'ni ve minen nas men yaqulu amanna billahi ve bil yevmil ahir ve ma hum bi mu'minina billahi ve bil yevmil ahir. Asli balakin shu ve ma hum bi mu'minin degan so'zning o'zi shu billahi ve bil yevmil ahirga dalolat qilganlik uchun nima qilingan, hazb qilingan. Endi ma birinchi ihtimollik. İkinci ihtimollik. Ve yahtemilu en yurada nefyu aslil iman. İmanın aslisini nefi qilish, iroda qilinishi ham ihtimal. Ve fi zimnihi nefyul mezkuri evvelen. Endi şu aslil imanni nefi qilishning ichida birinchi qitim zikr qilingan mezkuri nefi qilish ham bordir. Bu nima degan gap desa, biz 5 so'z deb o'tdik. Asl iman degan 6. Allohga iymon etish, farishtalarga iymon etish, kitoblarga iymon etish, payg'ambarlarga iymon etish, oxirat kuniga iymon etish, qazo va qadarni yaxshilik yomonlik, Allohning kelganiga iymon etish. 6 iymon bor. Endi shu aslul iymonni hammasini bu munofiqlarning asl iymonning hammasini inkor qilish, yo'qqa chiqarish uchun hazb qilingan. Ya'ni ba'zida hazb qilish umumni foyda beradi. Bu balog'at qoidasi. Ba'zan yerda hazb qilingan, so'z hazb qilingan bo'lsa, qaydlik bayon qilinganda mutlaq bayon qilinganlik umumlikni ifodalaydi. Anladın? Men masalan bir adam men bozorga bormayman degan bo'lsa, bu odam bozorga bormaydi degan mazorga borsa bo'ladi. Masalan masjidga borsa bo'ladi. Masalan men bormayman degan bo'lsa, men bormayman desa-chi, bozorga degan gap chiqmaydi, men bormayman desa, hech joyga bormayman degan gap chiqadi. Bozorga bormayman, talog'im chiqmayman, miskin bormayman degan. Xuddi shuningdek, bu yerdagi Alloh taolaning "Ma hum bi mu'minin" deb, ya'ni Allohga, oxirat kuniga iymon etuvchi emas, ya'ni mu'min emas deb billahi ve bil yevmil ahirni keltirmaganlikning o'zi, ya'ni ular mu'min emas, ular Allohga iymon etmoqlik, farishtalarga iymon etmoqlik, kitoblarga iymon etmoqlik, payg'ambarlarga iymon etmoqlik, oxirat kuniga iymon etmoqlik, qazo va qadarni yaxshilik qilmoqlikmi, bu Allohning kelganiga iymon etmoqlik, hech qaysi iymon etmoqlik degan umumni ifodalash uchun nima qilmadi? Hada tekrar keltirdi. "Ma hum bi mu'minina billahi bil yevmil ahir" tekrar keltirdi. Hem onu tekrar keltirsem nimaga
fasillerinin riayesiga ham udul kelmaydi. Oyatning fasillariga. Ve fi zimnihi nefyul mezkur. Endi ashu imanning aslini inkar qilishning ichida birinchi qatim zikr qilingan inkar qilish ham birinchi qatim zikr qilingan qarshi billahi va bil yawmil axir degan ikki imanni nefi qilish ham bor. Asli imanni inkar qilgan odam tabii ki hammasini birlikda inkar qilgan bo'ladi demoqchi xo'sh. Ammo bu masala tugadi. Vel ayetu tenfi kavlel kerramiyye. Bu ayet kelime kerramilarniki sözünü inkar kılıdı. Kerramiler degan kim desanglar, kerramiler degan Ebi Abdullah Muhammed ibn Kerram degan adamning ashablari. Bular endi Allah Teala'nınki hamma sifatlarini isbotlaydi. Lekin bular mushabbiha. Ve Allah Teala'nın hamma sifatlarini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de qanday sifat degan bo'lsa uni hammani isbotlaymiz, haqiqiy deymiz deb. Bular ahirda o'zi mushabbih Allah Teala'nın xuddi bir insonga, bir jism o'xshatadi. Allah Teala'nın bir jismga, insonga o'xshatadi. Demek mushu kerramilar bilan unkenedin kerramilar bilan xavarijlar. Xavarijlar inson mu'minlarni kafirga chiqaradi. Günah bilan. Nimalarcho kerramilar Allah Teala'nın butunlay bir xil insonga, bir xil maxluqga, jismni holatiga o'xshatadi. Shuni mush ikkisidan chiqadigan aqida hozirgi yangi zamonda chiqqan aqida tug'ilib chiqqan. Birisi anasi, birisi dadasi bo'lib. Hozirgi aqida maydoniga kelgan. Mushu kerramilarniki so'ziga bu oyatda nima rad bor. Kerramilar nima deydi desa, annal imana huval iqraru bil lisan la g'ayr. Kerramilar deydiki, iymon degan faqat til bilan iqror qilishdir, undan g'ayri emasdir. Bu odam tilda la ilaha illalloh degan bo'lsa, mu'min bo'laverdi. Uni qalbi bilan ishimiz yo'q deydi kerramilar. Demak, bu Qur'ondagi ba'zi oyatlarni bu xato tushunib olgan. Mesela asabahumullahu bima qalu deb masalan shu ularni deganiga Alloh savob berdi deydigan va Payg'ambar alayhisolamniki men ular shu toki la ilaha illalloh deguncha, ya'ni la ilaha illalloh deganga qadar ular bilan urush qilishga buyurdim degan desanga bedel qilam. La ilaha illalloh desidan keyin og'izda desa iymon etgan bo'ladi deb bular nima deydi? Iymon degan faqat og'izda dilam desa iymon bo'ldi qolgani qalbdagi bilan ishimiz yo'q deydi kerramilar. Amma bularga bergan javobimiz ular hammasi la ilaha illalloh demoqchi emas, la ilaha illalloh deb e'tiqod qilmoqchi deganga emas. E'tiqod qilmoqchi deyishini, ya'ni qavl e'tiqod qilmoqchi deb javob beramiz. Ammo shu oyatning o'zi ularga qarshi dalilimiz. Masalan, shu oyat bu Alloh taolo nimada insonlardan biz Allohga va oxiratga iymon etdik. Allohga iymon etdik, oxiratga iymon etdik deydigan insonlar bor. Ular mu'min emas deb ushtirdi Alloh taolo. Ya'ni og'zida dedi ular. Qalbida demaganlik uchun mu'min emas. Bu yerdagi demak Alloh taoloniki Payg'ambar alayhisolamning istikadigan demaguchiligini hammasi ya'ni nima? Qavl e'tiqodiy. E'tiqoddagi qavl. Og'izdagi qavl emas, qalbdan chiqqan so'z bo'lishi kerak. Ammo bizniki dunyolik hukmida uchun biz musulmonniki muomalasi qilamiz hamda ular. Qalb og'izda deb qalbi demagan bo'lsa, lekin oxiratdagi hukmda Alloh taoloning qalb dillardagini bilguvchi bo'lgan Allohning taoloniki dalga nazar etuvchi desa, u qalbdagi kuchiga. Qalbda bo'lgan narsa tilga chiqadi. Nima ish qildi? Li'annahu nafa anhum. Chunki Alloh taolo ularning ismil iymon degan ismni ma'a vujudil iqror min ularning iqror bor bo'lishi bilan birga bor turib ular iqror qilgan turib ularning iymon degan ismni nafi qildi, yo'q qildi. Ya'ni va ma hum bi mu'minin dedi. Ular yaqulu amanna degan edi. Amanna degan edi. Amanna billahi bil yawmil axir degan edi. Endi deb tusumu nima Alloh taolo uni ularni inkor qildi demishqa. Bu Alloh taoloning nazarida g'ayr mu'tabar. Ve tu'ayyidu qavl ahli sunnati innahu iqrarun bil lisan ve tasdiqun bil janan. Endi ahli sunnatniki iymon degan til bilan iqror qilish va qalb bilan tasdiqlash degan so'zni nima kuchlantirdi. Ya'ni demak ularning iymoni og'izdan ham deyish emas. Ular deydi degan gap, ya'ni deydi degan gapdan demak iymonning bir yarmi deyish degan gap chiqadi. Lekin qalbida bu tasdiqlash bo'lmasa bu iymon emas. Ammo qalbida tasdiq bo'lib degandan keyin bu iymon bo'ladi. Deganga ham dalil chiqadi. Amdu va dakhalatil ba'u fi khabari ma muakkidatan lin nafi. Amdu va ma hum bi mu'minindagi ba ma'ning xabariga nafini kuchlantirish uchun kirdi. Va ma hum bi mu'minin ular qat'iy mu'min emasdir. Yani
iyi mümin emasdir. Öddes asla mümin emasdir deymiz. Nima ish qilsa? Li'annahu yustadallu bihi sami'a alal juhdi idza gafala, yani alal jahdi idza gafala an awwalil kalam. Chunki bu ba bilan gapni anglab turgan odamga inkor qilishga dalil tutiladi. İza gafel an evvel kelam. Yani sözün evvelini qabul qilgan bo'lsa, gapni anglab o'tirgan odam sözün evvelini qabul, abdan quloq solmay avval qilgan bo'lsa, sözniki bu sözga, uniki inkoriga dalil tutiladi shuni bilan. Sözning evvelidan qabul qilgan bo'lsa, uni inkor qilishga dalil tutiladi. Xulosa kalam nima demoqchi desa, ya'ni bu gapniki chaqchaq emas ekan, qat'iy ekanligini ifodalaydi. Bir adamning gapiga 5 ta abdan quloq solmay o'tirgan bo'lsa, uni oxirida bani keltirib, quloq solmay o'tirgan odamga ba harfini keltirib, nafini keltirgan bo'lsa, bu shu quloq solmay o'tirgan odamning buni inkor qilganligiga va buni ajoyib qat'iy, bu ya'ni bu inkorning nihoyatda kuchli, ta'kidli inkor ekanligiga dalolat. Ya'ni xulosat kalam nima desa, xulosat kalam demoqchi bo'lgani, qachonki ba ma'ni qabiliga ba kelib qolsa, bu ba nima bo'ladi? Ta'kid shun bo'ladi. Masalan, laysa bi abi desa, masalan, laysa abi deganda laysa bi abi desa, texmi ba kuchli bo'ladi. Uni kenidan bu yerdagi ba qachon bunda ziyoda bo'lgan ba, urf joylar degan davomli odatda urf joylarning bir muallaqisi bo'lishi kerak, mutaalliqisi. Urf joylar bir fe'ilga yoki bir ism fa'ilga aloqador, bog'liqlik bo'lgan bo'ladi. U ya oshkora bo'ladi, u fe'il fa'il yoki maxfiy bo'ladi. Ammo shu mishadiki va ma hum bi mu'minindiki ba hech qanday bir nimaga mutaalliq emas. Bunda ta'kid ziyoda bo'lgan urf joylar, bunda shu qatori shu ba nimaga beshga hech qanday bir fe'ilga yoki ism fa'il degandek zohir yoki mahzub ismlarga mutaalliq emas. Mavqoidini bilib olish kerak ekan. Xo'sh, endi bu masaladagi va man muvahhadul lafzi faliza qila yaqulu. Man degan so'z berdik. Man degan so'z buniki lafzi nima? Lafzi mufrad. Muvahhadga mufrad degan. Lafzi birlik. Faliza shu sababdan deyildi. Va minan nasi man yaqulu deyildi. Alloh taolo aytadi. Va minan nasi man yaquluna demay yaqulu deyildi. Endi ve cem'un ve cem'un degani yoki ve cemma'a desek bo'ladi. Ve cemma'a ve ma hum bimu'minin nazaran yoki ve jummi'a ve ma hum bimu'minina nazaran ila ma'nahu. Endi Alloh taolaning ve ma hum bimu'minin degan qavli jami keltirildi demiş qolsa, nazaran ila ma'nahu degan manning ma'nisiga qarab. Manning ma'nisi jam', lafzi mufrad. Bunu bilish kerak. Yani şu Kur'an-ı Kerim'de bir ayetme ve minhum men yestemi'u ileyk deb keladi. Yeni bir yerde ve minhum men yestemi'una deb keladi. Mufrad kelganda manniki silisi yoki sifati mufrad kelgan ya nima uchun desa, buni lafzining mufrad keligi qarab. Jami kelgan desa, buniki ma'nisining, manning ma'nisiniki ko'plik ekanligiga qarab shunday kelgan. Mana bu inchki nahv masalalari. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu teala ve sellem ala khayr halqi seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn bi rahmetike ya erhamer rahim.